Yubka asos andazasini qurishimiz uchun bizga asosan 3 ta o'lcham kerak bo'lar ekan. Bu bel aylanasi, bo'ksa aylanasi va yubka uzunligi. Va shu o'lchamlar asosida biz bemalol yubka uchun asos andaza chizib olar ekanmiz. Bilasiz, metodikalar juda ham ko'p, turli tuman, lekin yubka eng oddiy, sodda asos andaza hisoblanadi. O'shaning uchun juda ham chizish oson, ya'ni tikishni bilmasangiz ham men hozir bajaraman, shu ketma-ketlikda bajarib o'zingizni razmeringizda yubka chizishingiz mumkin bo'ladi. Demak, men 46-razmerga yubka andazasini chizaman yoki 48-L razmerda, kattaroq razmerda bo'lishi mumkin. Tepadan nuqta qo'yib olamiz va nuqtamizni 1 deb nomlaymiz. Xohlasangiz harf qo'ying, men tushuntirishim uchun sonlar qo'yib ketaman. Sonlar yoki harflar qo'yishga majbur emassiz. Bu shunchaki qaysi nuqtadan qaysi nuqtagacha yurishni anglatadi. Demak, nuqta qo'yib oldik, 1 deb raqamladik va o'sha birinchi raqamdan pastga qarab yubka uzunligini qo'yib olamiz. Sizga ko'rinishi uchun men flomasterda chizyapman. Siz albatta qalamda chizing, chunki xato qilib qo'ysangiz to'g'rilash oson bo'ladi. 70 cm deb olaman. Yubka uzunligini o'zingiz xohishingizga ko'ra uzun yoki kalta qilishingiz mumkin. Mana va pastdagi nuqtani 2 deb qo'yamiz. Demak, 1 dan 2 gacha yubka uzunligini qo'yib oldik. Keyingi qiladigan ishimiz 1 dan 3-raqamga tushamiz. 1 dan 3 gacha bo'ksa balandligini qo'yamiz. Bo'ksa balandligini demak 20, 21, 22 sonlar atrofida qo'ysak bo'ladi. Men 21 qo'ymoqchiman. Bu yerda o'lchab qo'ysangiz ham bo'ladi va o'sha tablitsalar berilgan bo'ladi. Ayrim kitoblarda razmerga ko'ra har xil son qo'yiladi, lekin bu bo'ksa balandligi odamning bo'yiga bog'liq bo'lgan o'lcham, semizlikka emas. O'shaning uchun o'lchab qo'yganingiz yana ham aniqlik beradi. Demak, 1 dan 3-raqamgacha 21 cm qo'yib, bo'ksa balandligini qo'yib oldim. Ana endi 1-chi, 3-chi va 2-chi nuqtalarimizdan yon tomonga, ya'ni chap tarafga qarab, to'g'ri sizga nisbatan, videoga nisbatan o'ng tarafga qarab to'g'ri chiziqlar chizib olamiz. Va ushbu chiziqlarni uzunligini qanday qilib aniqlaymiz? 3-nuqtamizdan bo'ksa aylanasini 2ga bo'lib qo'yamiz va albatta qo'shimcha qo'shamiz. Agar yubkamiz tor tanamizga yopishib turishini xohlasak, hech qanday qo'shimcha qo'shmasdan chizamiz. Ya'ni bo'ksa aylanasi, misol uchun 96 bo'lsa, 2ga bo'lsa 48. Demak, 3-nuqtadan bu tarafga 48 qo'yib olamiz. Bu yerda albatta matoni cho'ziluvchanligidan kelib chiqasiz va tor xolashingizga qarab siz bunga albatta 1-2 cm kenglik haq qo'shishingiz mumkin. Bu harakat haqqi deyiladi va undan ko'p ham qo'shish mumkin. Shunga qarab, shuncha yubkangiz kengayib ketaveradi. Biz 2 cm qo'shmoqchimiz. Demak, 46 ga 2 qo'shsak 48 bo'ladi. 48 cm da belgi qo'yib, bu raqam 4-raqam deymiz va 4-raqamimizdan tepaga va pastga ham to'g'ri chiziq chizib olamiz. Demak, tepada hosil bo'lgan nuqtani 5-nuqta, pastda hosil bo'lgan nuqtani 6-nuqta deb belgilab qo'yishingiz mumkin, adashib ketmaslik uchun. Ana endi 3 va 4-nuqtalarimizni o'rtasini ham topib olamiz. 48 ning o'rtasi 24 bo'ladi. Mana va bu nuqtani 7 deb belgilaymiz. 7-nuqtamizdan tepaga va pastga to'g'ri chiziqlar chizib olamiz. Va andozamizni ko'rib turganingizdek oldi va orqa bo'lakka ajratib olamiz. Mana ushbu chizib olgan to'g'ri burchagimiz konstruksiyada bazis to'g'ri deyiladi va ushbu bazis to'g'riga endi qomatimizni shaklini berishimiz kerak bo'ladi. Biz belni qo'yamiz. Demak, 7-nuqtadan tepada hosil bo'lgan nuqtani 8, to'ppasini 9 deb belgilab olaman. Va endi biz
Demak, birinchi nuqtadan bu tarafga 9-nuqtaga bel aylanasini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Esingizdan chiqmasligi uchun yozib qo'yaman. Bu yerda biz bo'ksa aylanasini qo'yamiz, bitta esa bel aylanasini qo'yamiz. Adashib ketmasligingiz uchun yozib qo'yaman. Demak, bel aylanasini to'rtga bo'lamiz va albatta biz vitichka haqqini qo'shamiz. Ayrim metodikalarda bu yoqdan yuriladi. Masalan, yon tarafdan bu yon chizig'imiz, bu o'rta chiziq hisoblanadi. Ya'ni yubkamizni oldi bo'lagini o'rta chiziq. Bu esa orqa o'rta chiziq. Bu esa oldi. Demak, bu esa yon chiziq hisoblanadi. Yon chiziq. Umuman tikishni, bitishni bilmaydiganlar uchun yozib chiqaman. Aynan qaysi chiziqlar figuramizni qaysi qismiga to'g'ri kelishligini. Demak, ayrim metodikalarda 8-nuqtadan bu yoq tarafga 2-2,5 sm, 3 sm-gacha yurib, figurani shakli beriladi-da. Keyin bu bel aylanasini to'rtga bo'lib, ushbu hosil bo'lgan kenglikdan bel aylanasini to'rtdan birini ayirib, vitichka haqqi topiladi. Lekin vitichkamiz bilasiz, unaqa katta, masalan, ayrim figuralarda bo'ksa katta, bel ingichka bo'lishi mumkin va shuni hisobiga vitichkamizni haqqi katta chiqib ketishi mumkin. Vitichka bizda juda ham katta sonda olinmaydi. O'shaning uchun ikkita vitichka ham qilishimiz mumkin bo'ladi. Hozir biz standart qomatga qilayotganimiz uchun bizga bitta vitichka yetarli bo'ladi. O'shaning uchun bel aylanasini 72 deb olamiz. 72 ni biz to'rtga bo'lsak, bizda bo'ladi 18. 18 ga 3 sm standart vitichka haqqi qo'shaman, 21. Demak, birinchi nuqtadan 8-nuqta tomonga qarab 21 sm mana belgilab olaman. Ko'rib turganingizdek, avtomatik ravishda 3 sm farq chiqdi. Va buni 9 deb belgilaymiz. Demak, birinchi raqamdan 9-raqamgacha bel aylanasini to'rtga bo'lib 3 sm vitichka haqqi qo'shib belgilab oldik. Ana endi mana shu 9-raqamdan tepaga 1 sm ko'tarilib, mana kattaroq yozaman. 10-raqamni topib olamiz. 1 0,8 1 1,2 gacha ko'tarilish mumkin. Belga qiyinlik berishimiz maqsadida. Va 10-nuqta bilan 7-nuqtani tutashtirib olamiz. Ko'pchilik mana shu joyini dumaloq qilib qiladi. Yo'q, qizi, to'g'ri tutashtiramiz deb bo'ksa qismini mana bunaqa lekali lineyka yordamida dumaloqlashtiramiz. Mana burchakni olib tashlaymiz. Mana shu qilib chiroyli qilib bo'ksani yo'qotamiz. Bu joyini dumaloq qilib aylantirib chizmaymiz, tekis chizamiz. Va endi 10-nuqta bilan 1-nuqtani ham tutashtirib olamiz. Mana. Xuddi shunday birdaniga orqa bo'lagimizni ham belini topib olishimiz mumkin. Bel aylanasini to'rtga bo'lib 3 sm vitichka haqqi qo'shamiz va 21 sm chiqadi. 21 sm-ni belgilab olamiz. Ya'ni 5-nuqtadan bu tarafga 11-nuqtaga yuribman. 11-nuqtadan demak 9 dan 10 gacha necha chiqqan bo'lsak, xuddi shu raqamlarni chiqamiz. 11 dan 12 gacha 1 sm bo'lsa 1, 0,8 bo'lsa 0,8, 1,2 qilgan bo'lsangiz 1,2 qilib va 12-nuqta bilan 7-nuqtani tutashtiraman. Birinchi to'g'ri qilib mana va keyin bo'ksani aylanara olamiz. Mana bo'ksa qismi dumaloqlashtiriladi va 12-nuqta bilan 5-nuqtani tutashtiraman. Mana buni vitichkani chizib olgandan keyin sal aylanroq qilib to'g'rilaymiz. Ko'rib turganingizdek, oldi va orqalarni belini ham topib oldik. Endi vitichka o'rnini aniqlab olsak, bo'ldi, nizamiz tayyor bo'ladi. Vitichka o'rni oldi bo'lagimizda asosan ko'krak oralig'idan to'g'ri pastga tushiladi. O'shaning uchun ko'krak oralig'i bizda taxminan 15, eng ingichka, ya'ni eng kichkina razmerlarda 15 sm dan boshlab 24-26 sm gacha ham bo'lishi mumkin. Bu juda ham katta razmerlarda, ya'ni 60-razmerlarda. O'shaning uchun o'rtachasi bizda 16 dan o'sha 20 gacha bo'lganligi uchun uni 2 ga bo'lib, demak, razmerga qarab, qaysi razmerga chizayotganingizga qarab, 1-nuqtadan bu tomonga qarab vitichka o'rnini aniqlaymiz. 13-nuqtagacha demak ko'krak oralig'ida qo'yamiz.
Men bu kichkinaroq razmer bo'lgani uchun, demak, 8,5 olishga qaror qildim. Mana va ushbu nuqtadan endi biz vatichkani qizlar mana bunaqa likaniya lineykadan foydalangan holda mana bu joyi 90 gradus perpendikulyar chiziq chizishimiz uchun juda qulay va belni qiya chizig'iga nisbatan perpendikulyar qilib vatichkani chizamiz. Uzunligini. Vatichka uzunligi bo'yiga qarab, ya'ni men buksa balandligiga qarab tanlashingiz mumkin. Shuni unutmang, hech qachon vatichka buksa chizig'iga yetib kelishi kerak emas. Albatta 4-5 sm yuqoriroqda turishi kerak. Shunga qarab tanlashingiz mumkin. Standart bo'yicha esa vatichkalarimiz asosan ko'p holatlarda demak 12 sm dan 16 sm gacha olinadi oldi bo'lakda. Demak, men 15 sm olmoqchiman mana. Va vatichka haqqi bizda 3 sm edi. O'shaning uchun mana shu nuqtadan 3 sm ni ikkita tomonga tarqatamiz. 1,5 va 1,5 qilib. Demak, birdan bu nuqta 13-nuqta bo'ladi. Birdan 13 gacha 8,5 sm yurdik va 13-nuqtadan ikkita tomonga 1,5 sm dan yurib oldik. Va endi vatichkalarimizni tutashtiramiz. Demak, 15 sm edi. Ikkala tomoni ham 15 sm mana bo'ladi 90 gradusda chizganimiz uchun. Mana va endi likaniya lineyka yordamida biz mana shu liniyamizni vatichkani chizib olganimizdan so'ng ozgina aylanaroq qilib olishimiz mumkin. Men da hozir flomasterda chizganim uchun ozgina qo'polroq chiqyapti, lekin videoda yaxshi ko'rinish uchun flomasterda chizyapman. Siz albatta qalamda chizib, keraksiz birinchi yordamchi chiziqlarni o'chirib, mana bu joylarda ham o'chirib, chiroyli qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, orqa bo'lagimizda vatichkani topamiz. Demak, orqa bo'lakda vatichkamiz oldi bo'lakka nisbatan olinadi. Asosan biz yon tarafga yaqinlashtirib qo'yishimiz kerak emas vatichkani. O'shaning uchun oldi bo'lagimizda necha oraliqda olgan bo'lsak, orqada esa shu 1-1,5 sm kattaroq oraliqda olinadi. Bu nima degani? Ya'ni birinchi nuqtadan 13-nuqtagacha necha yurgan bo'lsak, biz bu yerda 8,5 yurgan edik. Demak, shundan 1-1,5 sm kattaroq qilib 5-nuqtadan 14-nuqtaga yuramiz. Demak, 8,5 bo'lsa, men 9,5 yoki 10 yuraman. Mana va bu yerda ham bel chizig'iga nisbatan perpendikulyar qilib vatichkani chizib olamiz va vatichka uzunligini asosan oldi bo'lakka nisbatan 2 sm uzunroq olinadi. Ya'ni oldiga 15 olgan bo'lsak, orqaga 17 olamiz. Oldiga 14 olgan bo'lsak, orqaga 16 olamiz. Ya'ni 2 sm ga uzunroq bo'lar ekan orqa vatichkamiz. Demak, men 17 olaman mana va ushbu 14-nuqtamdan ikkita tomonga 1,5 va 1,5 qilib vatichka oralig'ini, ya'ni 3 sm qo'shgan vatichka oralig'ini qo'yib olaman va vatichkamizni chizib olamiz. Mana endi esa belni ozgina aylanaroq qilib chizib olamiz likaniya lineyka yordamida. Mana ko'rib turganingizdek, oldi va orqa yubka asos andozasini chizib oldik. Endi buni biz kalka qog'ozga tushirib olamiz. Juda ham ko'pchilik mana shu chizib olgan qog'ozini o'zini kesib ishlatadi. Lekin biz buni konstruksiya deymiz. Bu andoza deyilmaydi, bu konstruksiya, ya'ni yubkani konstruksiyasini qurdik. Chizmasi bu, o'zbek tilida chizma deyiladi. Rus tilida konstruksiya deyiladi. Endi uni biz kalka qog'ozga yoki salofanga ko'pchilik har xil narsa ishlatadi. Ya'ni qog'ozga ko'chirganimizda demak, model chiziqlari bilan keyin choq haqqilar qo'shib, chizib, kesib olganimiz ana u andoza, ya'ni rus tilida lekala deyiladi. Demak, biz oldi va orqa yubkani andozasini kalka qog'ozga tushirib olamiz modellashtirishimiz uchun.